Asosan 50 yoshdan oshgan insonlarda uchrovchi nikturiya atamasi bu nimani anglatadi? Nikturiya bu kechasi peshob qilish uchun ehtiyojning ortishi. Agar inson kechasi peshob qilish uchun 2 yoki undan ortiq marotaba borsa, biz nikturiya haqida gapirishimiz mumkin. Odatda bir sutka davomida normal holatda 6 martagacha peshob qilish normal hisoblanadi. Shundan 5 marta kunduzi, agar ko'p suyuqlik qabul qilgan bo'lsa, 1 marta kechasi turish normal hisoblanadi. O'shanda ham qovuq to'lgan holda. Lekin peshob qilish 2 yoki undan ortiq bo'lishi bu nikturiya simptomi haqida gapirishimizga to'g'ri keladi. Nikturiya holati erkak va ayollarda ham asosan quyidagi kasalliklarda kuzatiladi. Birinchidan, yurak yetishmovchiligi oqibatida venoz turg'unlikning ortishi. Ya'ni kunduzi bilan odam harakatda bo'ladi, vena qon tomirlarida suyuqlik ushlanib qolishi oqibatida kunduzi kamroq va kechasi gorizontal holatda yotganda qonni buyrakka kelishi oqibatida kechasi siydik ajrab chiqarish miqdori ko'payishi. Ikkinchisi, buyrak kasalliklari. Pyelonefrit, glomerulonefrit va nefroskleroz oqibatida buyrakka qon oqimining tezlashishi oqibatida ham nikturiya simptomi kuzatiladi. Bundan tashqari, vazopressin gormoni, ya'ni antidiuretik gormon yetishmovchiligi bilan tavsiflanadigan diabet xastaligida, qalqonsimon bez xastaliklarida, giperkalsiemiyada, sistit, giperaktiv qovuq sindromida ham aynan kechasi siyish uchun ehtiyojni ortib ketishi kuzatiladi. Agar siz va yaqinlaringizda nikturiya simptomi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta mutaxassisga uchrab, nikturiya sababini aniqlab davolansa, albatta bu holat to'xtaydi. Agar siz va yaqinlaringizda nikturiya simptomi kuzatilayotgan bo'lsa, mutaxassisga uchrab, ushbu simptomni keltirib chiqarayotgan kasallikni davolansa, albatta siz bundan xalos bo'lishingiz mumkin.